Dezinfeksiya Samuz muxlislari 26-yil 2-mart bu. Mana bu o'yinni faolni bizlar asosiyat qilib berdik mana. Tez va sifatli bizning ishimiz. Kimga bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaveringlar. Bitta shu atkoschi oq aylanish qoldi. Bu yer mag'onil. Mana shu yer qorayib ketgandi. Zaxlab, tozalab, paravoyni yechib, asojit qilib, cho'tka qilib berdik. Dezinfeksiya Samuz bugun 2-mart kecha kelib boshlagan kvartiramizni marafetchasini nihoyasiga pashti bitkazdik. Hali bir marta bo'lgan, mana rangi o'ziga kirib ketyapti. Atlishasi xiyani yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, dezinfeksiya Samuzga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana bu agar polni qursa, agar buni rangi kirib ketadi. Bu hali bir marta urilgan ishlarimiz mana.